har bir namozdan keyin 33 martadan zikrlarni aytamiz. Shu zikrlarni har bir namoz so'ngida aytish zaruriyatmi? Agar esdan chiqib qolsa nima bo'ladi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Yo'q, bu zaruriy ish demaymiz buni. Ya'ni farz yoki vojib darajasidagi ish emas, mustahab darajasidagi ish. Ya'ni qilinsa savob, ajr bo'ladi, qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Lekin hadis shariflarga quloq soladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, banda farz namozlarni bajargandan keyin nafil namozlar, nafil ibodatlar, zikrlar bilan davom etaversa, davomiy bo'lib tursa, u Alloh taologa xush keladi. Hatto Alloh taolo bandasini yaxshi ko'rib qoladi, deydilar hadis sharifda. Demak, mana shu ibodat, nafil ibodatlar, nafil ro'zalar, nafil zikrlar, bular hammasi banda kuchi yetgancha qilib borish kerak. Davomiy kuchi yetgancha qilib borish kerak. Bu Alloh taoloning muhabbatini insonni o'ziga jalb qiladi va bir ajr savoblar jalb qiladi. Misol uchun mana bu savolda so'ralayotgan har namozdan keyin 33 marta alhamdulillah, 33 marta subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deymiz. 100-chisida la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir deb 100 ta qilamiz. Mana shu zikrlar haqida payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, kimni dengizni ko'pligicha gunohi bo'lsa ham Alloh kechiradi deydilar. Ana shu har namozdan keyin kim 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar deb 100-chisiga la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah duosini o'qisa, zikrini aytsa 100 ta bo'ladi va shu bilan dengiz ko'pigicha gunoh bo'lsa ham kechiriladi deydilar. Demak, bu juda ham fazilatli amalligini bildiryapti. Tasbihlardan oldin yo keyin oyatul kursiy o'qiladi. Oyatul Qur'ondagi eng ulug' oyatlardan hisoblanadi. Hozirgi 100 talik zikr qilinadi. Shu bilan bir katta ajr hosil bo'ladi inshaalloh. Bu bandaga kam-kam bo'lib yig'ilib boradigan katta bir savob paydo bo'ladi. O'zi aslida ulamolarimiz bizga o'rgatadilarki, bu nafil ibodatlar farz ibodatlarni to'liq qiluvchi, ularni maromiga yetkazuvchi, mukammal qiluvchi, kamchiliklarini to'ldiruvchi zikrlar, ibodatlar bu, nafil ibodatlar. Nafil ibodatlar qilib borish bilan banda o'sha farzlardagi kamchiliklarni to'ldirib boradi. Kamchiliklar bo'lsa yopiladi shu bilan. Vallohu alam bis-savob.